soch turmagimni ham o'zim tanlay olmasdim. Agar sochimni turmaklab studiyaga kelsam, mijozlar kelardi-da, bizga bu soch turmagi yoqmadi deyishardi. Salondan odam chaqirtirib, o'sha joyda turmaklashardi. Shu sabab o'zimni qo'g'irchoqdek his qilardim. Kimman? Eliza kim o'zi? O'zimni taniy olmay qoldim. Kiyimimni o'zim tanlay olmasam, hech nimani hal qila olmasdim. To'g'risini aytsam, baxt nima ekanini butkul unutib qo'ygandim. Kimligimni bilmasdim, nimani his qilishimni bilmasdim. Chunki nima yozib berilgan bo'lsa, shuni his qilardim xolos. Birortasiga aytmasdan turib, hatto tirnog'imni ham ola olmasdim. Xuddi quldek edim. Islom hayotimga kirib kelganida, albatta avvalo qadriyatlarga moslashdim. Keyin esa ko'rinishimni moslashtirdim. Topgan narsam shu bo'ldiki, hijobga kirishim bilanoq odamlar gaplarimni eshita boshlashdi. Menga quloq solishdi. Odamlar menga quloq solishdi, chunki shu paytgacha hech kimga hech nima ayta olmasdim-da. Tanlovlarimni, fikrlarimni bildira olmasdim. Bu haqiqiy ozodlik edi.